Hindiston davlatiga safaringiz oldidan qanaqa hujjatlar siz bilan birga bo'lishi kerak? Keling, ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda chetga chiqish pasportini olishingiz kerak bo'ladi. Chetga chiqish pasportini olganingizdan keyin ushbu pasport asosida elektron viza yoki elchixonaga murojaat qilinadi. Ko'pchilik so'raydi, yashil pasport yoki ID kartaga viza olsa bo'ladimi deb. Yo'q. Bu pasportlar faqat O'zbekiston ichida foydalanish uchun sizga yordam beradi. Chetga chiqish, viza olish uchun faqat ushbu pasport bilan. Hindistonga safaringiz sayohat uchun emas, davolanish, operatsiya yoki biznes, konferensiya, shunga o'xshash o'quv mashg'ulotlarida qatnashish istagida bormoqchi bo'lsangiz, alohida elektron taklifnomalar kerak. Elektron vizalar yoki elchixona vizalari tasdiqlangandan keyin aviabiletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Aviabiletlardan keyingina esa Hindistonga uchish oldidan elektron deklaratsiyalar to'ldiriladi. Sahm germetizatsiyasi ishdan chiqqanida kislorod niqoblari tepadagi tokchadan oldingizga